Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, o'sha maktabimiz 3 etajli binosini konstruktiv qismini oldingi videomizda ko'rsatgan edik. Stakanlarda o'zini qilinganida eslaringda bo'lsa, mana buni ustiga qilinadiganini aytgan edim. Keyingi video roligimizda ko'rsatamiz deb. Mana shu holatda mana usti ham mana stakanimiz mana bu qismi bo'ladigan bo'lsa, tepaga qarab turibdi. Mana armaturalar mana shu holatda tikka turadi. Mana bu kolonnalarning tagi ham mana shu holatda qilindi. Mana armaturalari 1.20 ga bog'langan va 1.30 ga 1.30 bo'lib beton bo'yaladi. Stakansimon bo'lib beton bo'ladi. Men oldingi video rolikda aytgan edim. Hani videoni ichiga ham qo'yib, loyihasi qanaqa bo'lishini ko'rsatib yuborilgan edi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Aynas kolonnalarning tag qismi 1.30 ga 1.30 holatda. Uni pastidagi birinchi sloyimiz bo'lsa, u 40 santimetrligimiz 220 ga 220 holatda bo'ladi. Mana yondan qaraydigan bo'lsak, mana apalovkani hozir 40 santimetrga betonni quyamiz va undan keyin ustidagi 1.30 lik, ya'ni 1.30 ga 1.30 balandligi 30 santimetrlik stakanimiz ham quyiladi. İşlerimiz mana shu holatda davom etyapti. Xudo xohlasa 1-2 kun ichida betonlar olib, beton quyish jarayonidan ham ko'rsatib boramiz. Xo'p, ma'lumot uchun aytib o'taman. Bitta loyiha bo'yicha mana bu chekka qismidagi armaturalarimiz 4 dona 16 lik armatura berilyapti kolonnalariga. Mana o'rta qismida bo'lsa, o'rta qismidagi armaturalarimiz 18 lik armaturadan ishlatilyapti. Va ustini ham e'tibor bersalaring, bittasi baland, bittasi past holatda qilingan. Ya'ni o'sha o'zini qoidasi bo'yicha bitta baland, bitta past holatda bo'lishi kerak. Shu holatda qo'yib ketilgan. Bu taraflari ham xudo xolasa ertaga apalovkalari tayyorlanadi.